Assalomu alaykum. Fayzulluz kanalining ashaddiy obunachilar, xudo xolasa mana juma kuni videolarimiz ustida ishlab bormoqdamiz obunachilar. Juma kunga bir yangi obunachimiz chaqirdilar. Qo'ylar narxini o'zimiz sindirib qo'yib beraveramiz obunachilarimizga. Men chiqa olmayman dedilar. Bo'ldi dedik. Hafta kunlarimizga bugun 11-aprel haftaning juma kuni videolarimiz ustida ishlab bormoqdamiz. Mana endi to'qli qo'chqorga tenglashib qolgan barra qo'zilarimiz olib kelgan ekanlar. Yangi bir obunachimizdan bu. Xudo xolasa birinchi partiyalarimizga ham soni 10 ta ekan obunachilar. Mana 10 ta qo'zi xudo xolasa pachka qilib terib qo'yilgan ekan mana. Bitta sarig'idan bor, 9 ta qora kashtanidan bor. Mana. Qaranglar obunachilar, xudo xolasa suyagi baquvvat, oyoq qo'llari uzun qo'zilar ekan. Xudo xolasa bularni o'g'il odam chiroyli baraka topib, maza qilib boqib yurgani. Mana. Bu qo'chqorlar dumboshlarini qaranglar. Bu yangi obunachimiz chiqqani o'zlar chiqqani gapira olmayman dedilar. Ha bo'ldi aka dedik. O'zimiz barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz dedik. Qadrli obunachilar, bu yerda soni 10 ta, 10 tasi ham qo'chqor. 10 tasi ham qo'chqor bu yerda. Yosh oylikka keladigan bo'lsa 6 oylik atrofida, 6 oylik bilan 7 oylikni orasida. Cho'pon chunki shunday deb bergan bo'ladi. 6 oy, 7 oylik. Bularni yana barcha ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsalaring, ekrandan nomerlarga telefon qilsalaring va barcha ma'lumotlar beriladi obunachilar. Bular yosh oylik 6 oy, 7 oylik, 7 ishda sog'lik, salomatligi yana 1 haftaga garantiyasi bor. Bemalol sinab olaverasiz. Bugun juma, yanagi juma kungacha sog'lik, salomatligiga 7 ishtisiga 1 haftaga garantiyasi bor ekan. Mana qaranglar. Xudo xolasa oyoq qo'li uzun, eligi baquvvat, sutga to'yib, yemini yeb yurgan barra qo'zilar mana. Haligi yosh barra emas bular. Mana janivorlar qaranglar. Oyoq qo'llari baquvvat, kalla boshlari ham kelishgan qo'ylar ekan. Mana janivorlar qaranglar. Qo'ylar juda charchov deyaptilar aka. Bular narxiga keladigan bo'lsa obunachilar, xudo xolasa u akani o'zlari yangilar narxini 3 milliondan qo'yaylik dedilar. Yo'q, biz obunachilarga xudo xolasa narxini 2 million 800 ming so'mdan qo'yib beramiz desam, ha bo'pti aka. Sen obunachilarga 2 million 800 ming so'mdan bular Toshkentgacha dastlabki xizmatlari bor ekan. 2 million 800 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkilari bor. Uylaringacha besplatni holatda yetib boradi. 10 tasi 28 million so'mga dastlabkilari bor. Endi buni tanlab olishga 100 ming so'm pulisi bor ekan. Holadan sari, holadan 4 ta 5 tasi ketaver ekan. 2 million 800 ming so'mdan optimiga tanlab olish 100 ming pulisi bor. Qo'ylar charchov, o'shanga aql-baqa ko'p yura olmayapti qo'ylar. Bular to'la-to'kis videolarni ham ko'rmoqchi bo'lsalar, aka bemalol hammasini tashlab beradilar. Mana qo'ylar terilganda qaranglar obunachilar. Xo'jalasa hamma tarafi zo'r kelishgan qo'ylar ekan. Ikkinchi partiyalarimizga ham puli yengillardan bor ekan obunachilar. Qadrli obunachilar, xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga, xudo xolasa puli yengillardan mana. Xudo xolasa dalaga qo'yib, pulni ko'paytirib yuraman, foydani zo'r qilsin degan varianti mana. Bu mana akamizning o'zlari mana ikkinchi partiyaliga nima desalar bo'ladi. Yangi boshlabdilar. O'shanga olib kelibdi. O'zlari gapirmadilar ochiq. Gap o'shanga o'zing gapirib beraver deyishdi mana. Ikkinchi partiyamizning soni 19 ta ekan. 19 tasi hammasi qo'chqor aka? Ha, qo'chqor. Hammasi qo'chqor ekan. 19 tasi ham qo'chqor aka. Quloq boshlari uzun, mana badani ham yaxshi qo'ylar, dumbosh kelishgan. Aybi yemini berib boqaverish kerak endi buni. Dalaga haydab boqib yursalaring, xudo xolasa variantni foydani yaxshi qilib beradigan variant obunachilar mana. Xudo xolasa 19 tasi ham kelishgan, orqa oldilar kelishgan qo'ylar ekan. Mana obunachilar. Qo'ylar kecha yetib kelgan ekan, juda charchov ekan. Buni ham 7 ishda sog'lik salomatligiga 1 haftaga garantiyasi bor ekan obunachilar. Bularda ham bitta sarig'i bor, qolgan hammasi qora kashtanlaridan mana. Mana obunachilar. Xudo xolasa buni narxi yozsam oylarga keladigan bo'lsa 4 oylik plus minusda ekan bular. Yosh oyliklar 4 oylik atrofi. Narxga keladigan bo'lsa, narxi bir joyga ekan nech puldan qo'yib beramiz buni obunachilarga? 2,5. 2,5 milliondan. Ha, 2,5. Qarang, 19 tasini olgan odamga ozginadan o'tib beraylik yana. Qarang, 50 ming, 25 ming qilmaylikda. Siz yangisizda kanalda uchun telefon qilgandan keyin aka telefon qilsa ham kelishasiz, tanib turing. 19 tasini yangisi aka obunachilarga bir yayratib bering aka, narxidan 2 million 400 ming so'mdan 19 tasini olgan odamga bering. 2 million 400 ming so'mdan. Bo'ldi. Mana. Obunachilar xudo xolasa akamiz ham rozi bo'ldilar. 2 million 400 ming so'mdan. Buni endi terib olishga keladigan bo'lsak, mana bundaqa mana. Obunachilar mana bitta. Nechta olmoqchi bo'lsalar 2,5 million so'mdan buni ichida yoqqanini terib olaver ekansizlar obunachilar.
4 ta 5 ta mana. Mana bunaqa dangillagan qo'chqorlar mana. Badani ham yaxshi, dumbalari kelishgan mana. Buni ham ichida kattalari ko'p ekan obunachilar. 2,5 milliondan nechta yoqsa ichidan osalang bo'laveradi. Bularning ham dastlabkilari Toshkentgacha besplatni holatda yetkazib beriladi obunachilar. Xudo xolisa hozircha shular ekan. Akamiz bular sotib bergandan keyin yana ko'proq olib kelaman deyaptilar. Mana obunachilar. Xudo xolisa telefon qilib narxini kelishasizlar. 19 tasi bir joyga bo'lsa ham yaxshi variant akalar. Osalarning xudo xolisa yaxshi foyda qilib beradigan variant. Hozir kanalimizda yangilar like bosib, obuna tugmachasini bosib, podpiska qilib ulab turaveramiz obunachilar.